Metrogacha atigi 100 metr chiqadigan lokatsiyada mana shu uyimiz sotilyapti. Manzilimiz Sergeli tumani, Orientir Faiz kafesi. Uyimizning narxi 160 ming. Yozgi oshxonalari bor. Darazadan kirib mashina tapchan qo'ysanglar bo'ladi. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. 5 sotik 5 ta xona, 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Kirganimizda oshxona hamda hol studiya shaklida. Mana bu yerda mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonadan orqa tomonga chiqsanglar bo'ladi. Havo aylanib turadi. Hamma xonalarga quyosh nuri tushib turadi. Atrofida maktab, bog'cha, hamma qulayliklar bor. Bu esa birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel. Podvalga uy ichidan tushamiz. Podvalni 6-xona hisoblasanglar bo'ladi, chunki tupli pol o'tgan. Forchkalari bor, havo aylanib turadi. Bu kotelnik, kotyol hamda issiq suv boyler o'rnatilgan. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xonamiz bor. Zinani oldiga mana shunaqa oynalar qilingan, yop-yorug' bo'lib turadi, havo aylanib turadi. Bu esa mana ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel. Bu birinchi bolalar yotoqxonasi. Uni yonida yana bitta bolalar yotoqxonasi. Mana bu yerda kattalar yotoqxonasi. Hamma joy tupli pol desaydi. Mana bu yerda yana bitta kattalar yotoqxonasi bor. Ichida o'zini sanuzeliga ega. Videoga bitta like bosib, videoni uyqudirganlarga yuborib qo'yinglar. Rahmat.